Tushda tuyoq ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi tuyoq farzanddir. Agar tuyoq topib olganini yoki birov unga berganini ko'rsa, farzand tug'ilishiga dalildir. Agar tuyoqqa ega ekanini, biroq yo'qolib qolganini ko'rsa, farzandining yo'qolib qolishi yoki dunyodan ketishiga dalildir. Kirmoniyning aytishicha, ot yoki eshak tuyog'i boyligining xaroba bo'lishini bildiradi. Agar bu tuyoqlarga egaligini yoki birov unga berganligini ko'rsa, ularning miqdoriga muvofiq mol ham bo'lishiga dalil. Agar tushida ot yoki eshak tuyog'i o'zining oyog'ida ekanligini ko'rsa, shodlik bilan umrguzaronlik qilishiga ishora. Boshqa ta'birchilarning aytishlaricha, ozgina mol topadi. Tush ko'ruvchi tushida tuyog'i tushganini ko'rsa, ta'bir aksincha bo'ladi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.